Savolda berilgan barcha reyslar tinglamalarni yozing va miqdor hisoblashlarini o'ziga ketma-ketlikda bajaring. Ushbu SO2 plus O2 demak SO3 qayta reaksiyada 240 gradus haroratda muvozanat qaror topdi. Muvozanat qaror topgach yana qizdirish davom ettirildi va 250 gradusga kelganda to'xtatildi. Jarayon davomida moddalarning konsentratsiyasi, temperatura va to'g'ri reaksiya tezligi va muvozanat konstantasi quyidagi jadvalda ko'rsatilgan. Hajm 2 litr ekan, mana bu jadval. Demak, mana bu narsalarni topishimiz kerak ekan. Demak, bu masala 2025-yil 4-oktyabrdagi demak milliy sertifikat masalasi deb da'vo qilinadi. Ko'p Telegram kanallarda tarqab ketgan. Demak, shu masalani bir ishlab, undagi kamchiliklarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, bu masalada demak ikkita metodik, bitta ilmiy kamchilik bor. Juda ilmiy kamchilik. Demak, shuni ko'rib chiqamiz hozir. Birinchi kamchilik, metodik kamchiliklarni aytamiz, ilmiy kamchilikni oxirida keyin izohlab o'taman. Mana bu reaksiya koeffitsient berilgan. Bu metodik kamchilik bu. Chunki kinetika reaksiyani koeffitsiyentlarga qarab o'zgarishi mumkin. Demak, bu reaksiyani qanday tenglashtirish mumkin? Demak, SO2 plus O2 SO3 demak qanday tenglashtirish mumkin? 2 bilan tenglashtirish mumkin. Ikkinchi SO2 plus O2 SO3 demak buni tenglashtirish mumkin. Demak, mana bu holatda kinetika bilan bu holatda kinetika bir xil bo'lmaydi, o'zgarib ketadi bu. Bu fizikadagi nisbiy tezlikka o'xshaydigan narsa bu. Demak, konsentratsiya o'zgarmaydi, lekin tezlik o'zgarib boradi. Shuning uchun demak bu birinchi kamchilik bu. Buni aytish kerak edi. Bu reaksiyani koeffitsiyentlar bilan berish kerak kinetikada. Demak, bu birinchi kamchilik endi. Demak, buni o'chiramiz endi. Ikkinchi kamchilik, metodik kamchilik bu. Mana bu yerda ushbu reaksiya, demak, qayta reaksiya 240 gradus haroratda muvozanat qarori topdi degan, to'g'rimi? Demak, bu 240 gradusda muvozanat qarori topdi. Bu reaksiya boshlangan vaqtga SO3 ning yo'qligini aytish kerak edi masala shartida. Demak, bu ko'rsatilmagan bu. Demak, bu masala sharti SO3 ning miqdori yo'q ekan deb faraz qilib ishlaymiz baribir. Demak, bu hammasi hisoblash shunga to'g'ri keladi, lekin bu masala shartida aytilishi kerak edi. Bu aniq aytilishi kerak edi. Demak, bu ikkinchi metodik kamchilik. Endi uchinchi, demak, jiddiy ilmiy kamchilikni demak, masalan ishlab bo'lgandan keyin aytib o'tamiz. Demak, boshlaymiz yechimni. Demak, birinchi reaksiyani, demak, buni demak 2 bilan tenglashtiramiz reaksiya koeffitsiyentini. 2SO3. Demak, hisoblar shunga to'g'ri keladi, bir taqsim 2 ga to'g'ri kelmaydi. Demak, bor edi dastlab. Qancha bor edi bundan? X bor edi. Demak, bundan 8 bor edi. Bu berib qo'yilgan boshlanishiga. Demak, x 8 bo'ladi bu. Demak, 8 bu x bo'lsin. Mana buni yo'q deb faraz qilamiz. Buni aytish kerak edi masala shartiga, yo'q deb. Demak, bor. Endi sarfi. Shosha sarfi nima emas, keyin muvozanat qaror topgan, 240 gradusga muvozanat qaror topganga mana 4 bo'lib qolgan. Bu paytda bu nima bo'ladi? X - 4 bo'ladi. Demak, farq 4 bo'lish kerak-da buni. Demak, psixometraga yozsam bu x - 4 sarflansa, bu 2 barobar sarflanadi. 2x - 8. Xuddi shuni ham 2x - 8 nima bo'ladi? Hosil bo'ladi. Ana endi bundan buni ayirsak, demak 8 dan 2x - 8 ni ayirsak 16 - 2x bo'ladi. Demak, buni o'zi tushadi 2x - 8. Ana endi demak, bu muvozanat konstantasi bu. Demak, bu 1/4 muvozanat konstantasi teng bo'ladi 2x - 8 ning kvadratiga. -8 kvadratiga taqsim nima bo'ladi endi? 16 - 2x ning kvadrati bo'ladi-yu. Ko'paytirilgan mana bu bo'ladi, 4 bo'ladi. Bu birinchi darajaga. Bular qisqarib ketib ildiz olsak, demak 1 barobar bo'lib qoladi. 2x - 8 taqsim 16 - 2x bo'ladi. Har ikki tomondan ildiz oldik-da, bu yerdan x teng 6 bo'lib qoladi. Ana endi mana buni 6 ekanligini aniqladik. Endi bu qolgan hamma konsentratsiyalarni bemalol topsa bo'ladi psixometraga yozsam. Demak, bu necha kamaygan? Bundan bunga 1 kamaygan. Demak, bu koeffitsient 2 bo'lgani uchun bu 2 kamayadi. Demak, 6 bo'lib qoladi. Bundan bunga 1 kamaygan bu. Demak, bu 2 kamayadi, 4 bo'ladi. Endi bundan bunga o'tish vaqtiga 1 kamaygan bo'lsa, bu yarim kamayadi, 3,5 bo'lib qoladi. Mana shu yerda SO3 ni ham yozib qo'yaylik. Ma'lumot kerak bo'lsa SO3 bo'ladi. Xo'sh, demak SO3 ni, demak bu qancha hosil bo'ladi birinchisiga? Demak, kamaygancha hosil bo'lib qoladi. Bu yog'ida bu birinchi holatga. Demak, bu yerda qancha hosil bo'ladi? 12
12 dan nima desak, bu yerda 4 olsa bo'lar ekan. Ana buni kamaygancha olsa bo'ladi-da bu. Ha, bu xato hozir. Demak bu mana. Ana endi demak bu 2 kamaygan bo'lsa, demak bu 2 hosil bo'ladi. Demak bu 2 kamaygan, demak bunga nisbatan yana bu nima bo'lib qoladi endi? 4 bo'lib qoladi bunga nisbatan. Demak bu yoq endi 5 ga kamaygan bo'lsa 5 bo'lib qoladi. Kamayishga teng bo'ladi-da bu. Mana bunga nisbatan bu 2. Demak bu 4 va bu 5 bo'lib qoladi. Ana endi nimani boshlaymiz endi? Temperatura esa tezlik konstantasi va gammani hisoblashimiz kerak bo'ladi. Endi mana bu narsa bu 90, to'g'rimi? V nima bu? 230 gradusdagi tezligi. 230 mana 230 gradusdagi tezligi. Nimaga teng bo'lyapti? 90 ga teng bo'lyapti. 90. Demak bundan 90 barobar bo'ladi. Demak K 230, demak to'rt reaksiyaning tezligi ko'paytirilgan birinchisining kvadrati 36, 6 ning kvadratida bu. Ko'paytirilgan 5 ning o'zi. Demak 36 ni 5 ga ko'paytirib 180 bo'ladi. 90 180 ga bo'lsak, demak K 230 nimaga teng ekan? 0.5 ga teng ekan. Endi mana bundan ham foydalansak bo'ladi endi. Endi V 250. V 250 barobar bo'ladi nechiga? 63 ga teng bo'ladi. Demak bundan 63 barobar bo'ladi endi. Demak K 250 ko'paytirilgan birinchisining kvadrati 9, 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 3,5. Demak buni qisqartirsak 7 qoladi, to'g'rimi? 7 ni 3,5 ga bo'lsa 2 bo'ladi. Demak K yozyapmiz. Demak K nima deb olamiz endi? 250 barobar bo'lib qoladi 2. Endi ana shu yerda shuni ham joylashtirib olaylik. Demak bu yerda nima deb yozamiz endi? K to'g'ri deb yozib qo'yaylik mana. Demak bu qiymati 0.5 ga teng bo'ldi. Mana bu qiymat 2 ga teng bo'ldi. Endi bu tenglikka qaraymiz mana. Bu tenglikdan foydalanib mana bu qiymatlarni topsak bo'ladi. Demak o'zi bu Van Gogh foydasi. Demak biz biladigan Van Gogh foydasi, demak ishlatadigan V2 barobar V1 gamma T2 minus T1 taqsim. Demak o'yin bu xususiy hol bu. Demak bu qachon to'g'ri bo'ladi? Faqat konsentratsiyalar to'g'ri bo'lsa. Demak Van Goghning umumiy qoidasi, demak K2 barobar K1 ko'paytirilgan gamma T2 minus T1 taqsim bo'lishi kerak ekan. Demak bu xususiy hol bu. Demak bu faqat konsentratsiyalar teng bo'lgan holat uchun to'g'ri bo'ladi. T2 minus T1 taqsim. Demak mana bu yerda. Demak buni nima uchun yozamiz? 230 250 uchun yozsak, demak K 250 demak barobar bo'lib qoladi K 230. Demak gamma darajasi 250 minus 230 bo'lingan nimada? 10. Ana endi qiymatlarni keltirib qo'ysa 250 ga 2 ga teng. Demak bu 1 taqsim 2 ga teng. Demak gammani kvadrati bu 4 bo'ladi. Demak gamma nimaga teng ekan? 2 ga teng ekan. Ana endi gamma 2 ga teng ekanligini aniqladik. Endi bundan bu farqi nima bo'ladi? 10 gradus bo'lgani uchun demak nimani o'ziga farq qiladi bu gamma. Nima o'ziga farq qiladi? Bu 0.100 dan 25 bo'lib qoladi. Demak bunisi 2 ga ko'paytiramiz endi bu 1 bo'lib qoladi. Demak bu 2 barobar farq qiladi har ikkitasidan. Endi nimani topamiz endi? Tezliklarni topamiz. Demak tezliklarni topsak endi joy olaylik endi ozgina. Demak birinchi tezlik V 220 gradusdagi tezlikni topishimiz kerak. 220 gradus demak barobar bo'lib qoladi. Demak 1 taqsim 4 bu hisoblash oson uchun 1 taqsim yozamiz endi. Ko'paytirilgan 8 ning kvadrati ko'paytirilgan 6. Demak bu 64 bilan qisqartirsak 96 bo'lib qolar ekan bu. Demak 96 ekan. Endi ikkinchisi V 240 ni topamiz endi. V 240 demak barobar bo'lib qoladi. Bu 1 bu. 1 ko'paytirilgan 4 ning kvadrati 4 ning kvadrati ko'paytirilgan 4. Bu barobar 16 dan 4 ga ko'paytirsak 64 bo'ladi bu. Demak bu nimaga teng ekan? 64 ga teng ekan. Mana bu yerga bir e'tibor qaratamiz endi. Demak temperatura ko'tarilgan sari tezlik kamayib kelyapti. Buning sababi nimada? Bu formulaga qarasak bu ortish kerak edi. Demak buning sababi demak konsentratsiyalar o'zgaradi. Demak bu yerda to'g'ri reaksiya tezlik konstantasi ortgani bilan konsentratsiyalar kamaygani uchun tezlik kamaygan bo'lib chiqyapti. Demak menimcha bu sharti ham bo'ldi. Reaksiya tezliklari hammasi topildi. Endi 3. Demak jarayon temperatura demak sulfat tangi suvda necha gramm bo'linadi?
Demak buni moli qancha ekan? 5 mol ekan. Demak shu yerdan hisoblab qo'yaylik. Endi bu 3-chi sharti bu. Demak bu 2 edi. Endi 3-chi sharti. Demak NSO3 ni topamiz. NSO3 barobar 2 ko'paytirilgan 5 bo'ladi. Demak bu nima bo'ladi? 10 mol bo'lar ekan. Nima uchun 10 mol? Chunki hajm 2 litrlik mana berib qo'yibdi. Endi bu yog'ini nimani balansdan osongina topsak bo'ladi. Demak H2 SO4, demak 1,5 nimada? SO3. 1,5 SO3. 1,5 nimada? SO3. Shu x mol bo'lsa, demak oltin go'rt balansiga olsam, demak bu nima bo'ladi? X plus 1,5 x bo'ladi. Demak mana buni tarkibida x mol nima bu? Oltin go'rt, buni tarkibi 1,5 x mol bu. Demak barobar mana bu oltin go'rtga teng bo'lish kerak. Shundan chiqqanda u 10 ga teng bo'lish kerak. Demak bu 2,5 bo'ladi, x teng nima bo'ladi? 4 mol bo'ladi endi. Endi 4 mol bo'lsa, demak massasi, demak buni molar massasiga ko'paytirsak 872 mi chiqadi, shunday. Shuni o'zlari hisoblab qo'yasizlar. Keyingi shart. Endi bu ham oddiy narsa bu. Reaksiya tenglamasi nima yozib hisoblanadi, oddiy arifmetika bu. Demak bu masalaga to'xtalib o'tmaymiz. Bu shartlarga 3 ni qisqagina ishladik. 4 shart ham emas. Endi eng asosiy joyga, demak masalani, demak kamchiligini tushuntiramiz endi. Bu masalada nima kamchilik bu? E'tiboringizga qaratamiz mana. Demak bu reaksiya qaysi reaksiya bu? 2SO2 2SO2 plus O2 SO3 reaksiya. Demak bu ekzotermik reaksiyami? Ha, ekzotermik reaksiya quv bo'lishi kerak. Ekzotermik reaksiyada temperatura ortgan. Demak 240 dan nimaga o'tgan? 250 ga o'tgan. Demak temperatura ortgan vaqtga, demak bu nima bo'ladi? Le Chatelier qoidasiga olsam, demak bu chap tomonga siljishi kerak. Chap tomonga siljigandan keyin, demak mana bu SO2 bilan mana bu O2 ning miqdori, demak 240 gradusdan 250 ga o'tgan vaqtga ortish kerak edi. Demak bu yerdan nima bo'lgan? Kamaygan. 4 dan 3 ga 4 dan 3,5 ga o'tgan. Demak bu jiddiy ilmiy xatolik bu. Demak Le Chatelier qoidasini u poymol qilingan, oyoq qilingan bu. Demak bunaqa masalalarni noilmiy deb qarash kerak bo'ladi. Chunki bu real jarayonni umuman nima qilmaydi, aks ettirmaydi. Butun o'rgangan hamma nima qoidalarni, Le Chatelier qoidasi, termodinamika qoidalari hammasini oyog'ini osmondan ketgan. Bitta matematik hisob-kitob uchun, demak shuncha narsa qurbon qilingan. Endi bu qanday bo'lgan bu haqiqiy sertifikat savolimi? Endi bu menimcha ko'p ehtimol bilan sertifikat savol bo'lsa kerak, lekin aynan qaysi turishda bo'lgan, qaysi shaklda bo'lganini men bilmaymiz buni. Chunki bu demak BMB, demak bilim va malakalarni baholash agentligi juda yopiq tashkilot. Demak undan biror narsa ma'lumot chiqmaydi. Mana bunaqa savollarni o'tkazib yuborgan bo'lsa ularning saviyasiga jiddiy shubha qiladi odam. Demak ta'lim nima degan? Ta'lim to'g'ri faktlar bilan to'g'ri fikrlash degan. Demak bu yerda bo'lsa biz noto'g'ri faktlar bilan, demak nima qilamiz? To'g'ri fikrlasak ham baribir to'g'ri natijaga erisha olmaymiz. Demak bu bilim va baholash bu agentlik to'g'ri rasman e'lon qilmasa, demak bunaqa xatolarni yashirib yuraveradi. Endi bu balki tushmagandir, balki biz noto'g'ridir, lekin bu jiddiy ilmiy kamchilik bu. Demak bunga bunaqa masalalarni o'zi tarqalishi va hech kim sezmasligi buni, demak bu juda achinarli holat bu. Demak shu bilan nima demoqchiman? Demak shaffoflik yo'q joyda mana shunaqa muammolar chiqaveradi. Hattoki bu o'sha milliy sertifikatga tushmagan bo'lsa ham, ularning nomidan tarqalayotganini o'zi shu narsa bo'lsa, ular uchun javobgarlik yuklaydi. Lekin bu javobgarlikni biz hali hech qanday reaksiyasini ta'sirini ko'rmadik. Tamom.